Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan quyonni qorni ishish to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni ko'p yangi boquvchilarda quyonlarni qorni ishadi. Ya'ni nimadan ishadi? Sifatsiz ko'rimdan ishadi. Birinchi o'rinda. Sifatsiz ko'rim ho'l narsalar, ya'ni sabzi, olma ko'p berib yuborish natijasida qorni ishadi. Biz nima qilamiz? Quyonni qorni ishgan bo'lsa, quyonni ya'ni qonni tarang bo'ladi. Quyon qonni ishganda yemay qo'yadi, ichmay qo'yadi, ya'ni axlat qilmay qo'yadi. Shunda nima qilishimiz kerak? Birinchi usul, odam aptekada espromizam dorisi bor, suyuqlik. O'shandan olamizda quyonni og'zidan asta shprisda 1 milligram yoki 2 milligram ichiriladi. Ya'ni uni 4 soatda, 3,5-4 soatda bir ichirsa bo'ladi. Ya'ni bir kunda 3 mahal ichiriladi. Keyin quyonni qo'lingizga olasiz, o'sha quyonni qornini asta massaj qilasiz 5-10 minut. 5-10 minut massaj qilasiz. Quyonxonadagi yemlarni olib tashlaysiz. Suv yemlarini ovorasiz. Ya'ni qanday? Faqat pichan berasiz, ya'ni beda, quruq o'tlar, pichanlar berasiz. Ya'ni pichan bergandan keyin quruq o't ozmoz yurgizdirasiz, sekin astaligi bilan o'shanda gaz qo'yib yuboradi, gazlari chiqadi. Yana quyonlarga o'sha paytda faqat quruq beda beriladi. Boshqa yem, ho'l narsalar berilmaydi. Suv ichmay turgan bo'lsa, eslatib o'taman, suv ichmay turgan bo'lsa, iliq suvdan 5-10 gramdan og'zidan shprisda qo'yasiz, sal iliqroq suvdan. Xudo xohlasa, shu bilan yaxshi bo'ladi inshaalloh. Agarda shunda ham 8 soat, 10 soatning ichida qorin pastlamasa, albatta veterinarga murojaat qilasizlar. Endi biz qo'limizdan kelgan nimani aytdik, ko'rsatib o'tdik. O'zimizda bu holatlar bo'lganda xuddi shu muolajalarni qilganmiz. Albatta quyonlarimiz yaxshi bo'lgan. Ya'ni albatta sizlardan bir shuni aytib qolamiz. Ko'pchilik mana lichkalarda aytishadi, quyonlar qorni ishda, ko'pchilik aytadi-da, albatta bu sifatsiz yemdan bo'ladi, sifatsiz ko'rimdan, sifatsiz mahsulotlardan, ya'ni olma, sabzi, ho'l narsalar, karam beradi ko'pchilik. Tavsiya qilmayman hech qachon uni. Albatta o'zini ko'rimi, maxsus ko'rimi bor. Sifatli ko'rim bersalaring albatta natija olasizlar. Qotgan non berib tursanglar bo'ladi, qurigan beda berib tursanglar bo'ladi. Albatta endi quyonlarimiz sog'lom bo'lsin desalaring shu tavsiyalarga amal qilasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta sizlardan like bosib qo'yishlaringni, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rab qolamiz. Inshaalloh kuniga foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Qorin ishish, ich o'tishi hammasini bitta-bitta qilib videolar chiqaramiz. Sizlardan albatta bitta like, bitta podpiska so'rab qolamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.